بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom deb marhamat qiladi. Yer yuzida jamiki jonivor bor, bir kun albatta yo'q bo'ladi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tirik jon borki, albatta o'lim sharbatini tatguchi. Inson bolasi tug'ilib dunyoga kelar ekan, uni tug'ilishligi uni o'limga qo'ygan birinchi qadam. O'lim shunday haqiqatki, buni hech kim inkor qila olmaydi. Na aqlli odam, na ahmoq odam. Alloh subhanahu va taolo o'limni koinotda, insonlar ustida, hayvonlar ustida va jamiki tirik mavjudotlar ustida o'tuvchi, hukm bo'luvchi sunnat qilib joriy qildi. Boyga ham, kambag'alga ham o'lim barobar keladi. Osmon ahliga ham, yer ahliga ham o'lim barobar keladi. Ruh uchun yerda doimiy vatan yo'q. Chunki siz bilan bizning jasadlarimiz yer tuproq jinsidan bo'lgan bo'lsa, vatanimiz jasadimiz uchun vatasha dunyoga o'xshab turganga o'xshaydi. Lekin ruhimiz Alloh subhanahu va taoloning ruhidan chiqib kelganligi uchun, u nariga dunyodan chiqib kelgan ruh bo'lganligi uchun vatan ham nariga dunyoda bo'ladi. Bu vatan yo abadiy jannat bo'ladi yoki abadiy do'zax bo'ladi. Har bitta odamni jannatda bitta joyi bo'ladi, do'zaxda bitta joyi bo'ladi. Ikkala joyda bittadan joyi bo'ladiki, birini yo'q qilishlik hisobiga ikkinchisini qo'lga kiritadi. Dunyoni o'ziga vatan deb bilib, ertaga kech dunyoni o'zi bilan ovora bo'layotgan odamni ham ojonlagan Alloh dunyoni o'ziga vaqtincha makon ijaraga berilgan vaqtda dunyoni oxiratga ekizob deb qabul qilib, oxiratga intilgan odamni ham jon olgan Alloh. U ham o'ladi, bu ham o'ladi. Bu ikkala kishini tanasidan ruh ajrab chiqqan paytda baxtlilardan yoki baxtsizlardan ekanligi faqat shundagina bilinadi. Inson dunyoda ibodatda, taqvoda bo'layotganligi uni g'ururlantirmasin. Chunki ketar soati qanaqa bo'lishligi faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina ayon. Va bir insonni gunoh ma'siyatda ko'rgan paytimizda uni noumid qilib, uni do'zaxga deyishlikka hargiz haqqimiz yo'q. Chunki ketar soatini biladigan zot Alloh subhanahu va taolo. Bu ruhlar bu dunyodan chiqib oxiratga o'tib borar ekan, qaysinisi qabri ko'zi yetar darajada keng, yorug' ne'matlarga to'shalgan holatda topadi qabrini. Kimisi qabrini tor, qorong'u, zulmat, azobga to'shalgan holatda topadi. Mana shu ikkita holatdan boshqa holat bo'lmaydi. Uchinchi varianti bo'lmaydi. Yo jannat bo'ladi, yo do'zax bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning qudrati ilohiyasi, hikmati shuni taqozo qildiki, inson dunyoga kelishligi va asl vatani bo'lgan jannatga yoki Alloh saqlasin baxtsizlarning dunyosi bo'lgan vatani bo'lgan jahannamga borgunga qadar 4 ta bosqichni bosib o'tadi. Diqqat qilamiz. 4 ta astanovka, 4 ta bekat. Birinchi bekat onaning qorni. Ikkinchi bekat dunyo hayoti. Uchinchi bekat barzax hayoti, 4-bekat oxirgi manzil. Biz har tug'ilgan kunimiz, har Alloh bergan kunda, har soniyalar, sekundlar oldiga qarab yurib turar ekan, bizni mana shu oxirgi vatanimizga surib haydab boradi. Bu shunday haqiqatki, inson buni inkor qila olmaydi. Xo'p, birinchi bekat haqida gaplashamiz. Birinchi bekat onaning qorni. Qorong'u, tor, zulmat, 3 zulmatning ichida bola onaning qornida 9 oy rivojlanadi. Agar shu chaqaloqqa aql berib, ixtiyor berilsa, faraz qilaydi. Chiqishni xohlaysan, onaning qonidan desa, yo'q deydi. Chunki bu onaning qorni ekanligini bilmaydi-da, shuni dunyoda biladi-da, boshqa narsani ko'rmaganda. Xuddi biz dunyodan chiqishlikni xohlamagandek.
Endi qachoniki onasining qonidan undan so'ralmasdan chiqarib yurar ekan, 9 oy to'lganda yig'lab o'ldim deb chiqar ekan. Yig'lab dod deb chiqar ekan. Chiqsa, hayot endi boshlanibdi. Endi bunga onangni qoniga qaytib kelasanmi desa keladimi? Bu birinchi bekatga hech kim bizdan so'ramasdan Alloh taolo hikmati bilan joylab qo'ydi. Chiqishlikni ham bizdan so'ralmadi. Endi ikkinchi bekatga keldik. Ikkinchi bekat shunday bekatki, bu eng asosiy bekat. Chunki biz aytgan 4 ta bekatda 3 tasida insonga ixtiyor hech qanday berilgan emas, insonga ixtiyor yo'q. Faqat ikkinchi bekatda, ikkinchi oстановkasida jannatning biletini olishlik yoki jahannamning biletini olishlik ixtiyor qo'lida turadi. Ikkinchi bekat qanaqa bekat? Ikkinchi bekat siz bilan biz o'rganib qolgan, yashab, ulfat bo'lib qolgan, vatan solgan, xotin olgan, bola ortgan, biz o'rganib qolgan dunyoyimiz. Va bu asosiy bekat deyapmiz. Sababi hali hisob kitob yo'q, hali amal qilishlikka imkoniyat bor. Bu bekatlarda qaraydigan bo'lsangiz, har bekat o'zidan avvalgi bekatdan ko'ra kengroq, kattaroq, yashash muddati uzunroq. Xo'p, onani qonida 9 oy yashasa bola, dunyoga chiqqanda 60 yil, 70 yil yashaydi. Taqqoslasangiz 9 oy bilan 70 yil o'rtasida farqi bormi? Nima endi 9 oy? Mana hozir 9-oyda turibmiz. 9 oy ketibdi 2008-yil kelgandan keyin. Endi keyingi bekat qabrda oladigan bo'lsak, insonning 70 yillik hayoti yer ustida, qabrda oldidagi qiyomatgacha yotishligini oldida xuddi dunyodagi hayotingizni onaning qonidagi 9 oyga o'xshatsa bo'ladi. Har bitta bekat o'zidan burungi bekatdan ham keng, ham yashash muddati uzoq, ne'mat va rohatlari ham ziyoda bo'ladi. Xo'p, inson dunyodan chiqar ekan, yerga kiradi. Yerda tayidagi odamlarda sanog'i ko'proqmi yoki yerda ustidagilardan? Ostidami, ustidami? Nima deymiz? Ostida. Chunki hozir qancha 6 milliardmi, 7 milliardmi qancha yashayapti odam? Odam alayhisalomdan beri qancha odam yashab o'tdi? Hammasi qayerda? Yer tagida. Demak, kim ko'p ekan? Yer ostida odamlarning soni yer ustidagilardan ko'ra ko'proq. Chunki hammasi yerda tayida. Yerda tay kengroqmi, yer usti kengroqmi? Nimaga tay? Usti keng. Mana shu keng bo'lgan dunyoda 4 sotik, 6 sotik, 8 sotik, agar omadimiz chop qolgan bo'lsa 15 sotik yerimiz bor. Ko'zingiz yetadimi qora ekan, bunday qarasangiz devoringizga ko'zingiz yetadi. Lekin qabr birodarlar, ko'zi yetmaydigan darajada keng qilinadi. Har bitta mo'min jannati bandasiga. Xayr kengroq ekan. Mana qarab qo'ying. Biz bu to'g'rida o'ylab ko'ramizmi? Yerda odam soni ko'p. Yerda tayi kengroq. Yerda tayda harakat bormi? Bor harakat. Eshiklar ochiladi, yopiladi. Ko'tarilish, tushishlik, savol, javob, fitna, azob, rohat. Yer tagida harakat ko'proq. Yer tagida harakat ko'proq. Bu alohida hayot birodarlar. Inson o'lar ekan, ruhi og'zidan chiqib ketar ekan, 3-oстановkaga o'tadi. 3-oстановkasi bu barzah hayoti. Barzah hayoti nima? Bu oxirat emas, dunyo ham emas. Oxirat qachondan boshlanadi? Onaning qonidan chiqqanda birinchi etap tugadi, ikkinchi etapga keldi. Ruh chiqdi, inson dunyodan uzildi. Demak, ikkinchi bosqichi tugadi hayotini. Endi 4-bosqichga o'tish uchun birodarlar, sur chalinish kerak qiyomat kuni. Ruhlar jasadlarga qaytarilishi kerak, jasadlar turpoqdan chiqishi kerak, keyin oxirat vatani, oxirat oxirgi oстановкаga tushadi. Ungacha nechinchi bekatdamiz biz? 3-bekatda turadi inson. Demak, bu barzax oxirat hayoti bilan dunyo hayotini ajratib turadigan alohida hayot. Ne'mat alohida, azob alohida, kenglik alohida, torlik alohida. Bu 3-siz bilan bizni kutib turgan bekat. Har bitta banda o'ziga loyiq bo'lgan joyga boradi. Fariqun fil jannati va fariqun fis sa'ir. Bir toifasi jahannamda, bir toifasi jannatda. İnsanlarning hayotda qilgan amallari tafovutli bo'lgandek, barzah hayotida egallaydigan joylari ham shunchalik tafovutli bo'ladi. Bugun qabrdan qo'rqib yashab, ertaga qabrga xotirjam kirgan afzalmi? Yoki bugun xotirjam yashab, ertaga qabrga qo'rqib yashagan kirgan afzalmi?
Nimaga mana shu narsa haqida fikr qilishdan o'zimizni tiyamiz? Nimaga bu to'g'ri o'lasak, hozir o'lib qolsang-a desangiz, ha og'zingni shamol olsin, nafasiningcha sovuq deydi. Ha birodar, men aytsam ham o'lasan, men aytmasam ham o'lasan. Bugun tayyorgarlik ko'rib ertaga xotirjam kelgan yaxshi emasmi? Birodarlar, mana qish kelyapti. Ko'mir olyapti hamma. O'tgan olmayapti ko'pchilik. Chunki issiqlik bo'lmaydi deyishdi. O'tin olyapti qishga. Ha siz u qishga yetib borasizmi, yo'qmi? Tayyorgarlikni ko'ring. Sovuq bo'ladimi, hali bo'lmaydimi? Buni ko'ring. Lekin aniq bo'lgan qabringizga tayyorgarlik qani? Qani? Bu yerda hamma faqir. Hamma faqir. Puli bor odam faqirroq. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, qo'ydi so'ydi, tarqatdi, yoshi o'zimizga nima qoldi? Bitta qo'li qoldi dedi. Ya eskina dedi, shu qo'lidan boshqa hammasi bizniki bo'libdi-yu, qo'li bizniki bo'lmabdi dedi. Bugun dunyoyimizga sarflagan pulimizni, oxiratimizga bugun sarflagan pulimiz bilan taqqoslaylik-da. Qanchalik faqirligimiz ko'zimizga tashlanib qoladi. 60 yillik hayotimiz ichida 30-35 ga kelganda uy solamiz. Endi 30 yil yo 40 yashaymiz oshib ketsa, shu uyda qancha pul sarflanadi bunga? Yana aniq bilamiz qolib ketishini. Endi o'ladigan jonga jicha yashash kerak deb turib, iloji boricha zeb ziynatni tiqib yopishtiryapmiz. Bitta pardasiga kerak bo'lsa 200 dolar, 300 dolar yopishtirib olyapmiz. Lekin qiyomatga o'tadigan vatanimiz, qiyomatgacha turadigan uyimiz, qabrga o'tkazadigan mol dunyomizni qarasak, xijolat bo'lamiz. Kishiga kasallik keladi. Bu nimadan nishoni? Bu qabrdan nishoni. Kishini tug'ilgan kuni keladi 1 yil ummatda. Bu nimadan nishoni? O'limingizga 1 yilga yaqin bo'ldingiz birodar. Nima bilan ovora bo'lyapsiz? Kishini har bitta o'tgan sekundi, minuti o'limga yaqinlashtiradi. Ya hasratan alal ibad ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Bandalarga Alloh tomonidan bir elchi kelgan paytda, ogohlantirish kelgan paytda masxara qilishdi. Bularga hasrat bo'lsin. Dunyoda abadiy qoladimi bular? Alam yarau kama ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un. Axir ko'rmaysizlarmi dedi Alloh taolo. Ular ko'rmaydimi? Ulardan burun qancha xalqlarni biz o'ldirib, halol qilib yo'q qildik. Qaytib kelishmadi-yu. Ibrat olmaymizmi? Ming yillar yashagan odamlar. Biz 60 yil yashaymiz bor yo'q, agar yashasak. Kullu man alayha fan. Yer ustida nima bo'lsa hammasi o'ladi. Kim tirik bo'lsa o'ladi. Mana shu oyatda hukamolar oyatni tafsirlab aytadi. Shu oyatda Alloh taolo butun insoniyatga ta'ziya bildiradi. Ta'ziya degani nima degani? Ha bechora, shunaqa bo'lib qoldimi? Ha sabr qiling. Alloh taolo bizga ta'ziya bildiryapti, o'lasan ham men deyapti. Faqat Parvardigorning go'zal jamoli qoladi. Agar bu o'limdan qutulishlik, bu qabrga kirishlikdan omonda qolishda iloji bo'lganida Alloh subhanahu va taoloning habibi Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam kirmay qo'ygan bo'lardi. Nima deydi? Agar dunyoda qolishlik oxiratga ketishlikdan ko'ra to'g'riroq bo'lganda Rasulullohga ixtiyor qilindi. Qiyomatga yashaysiz, butun yer yuzi qo'lingizda bo'ladi, islom bilan obod bo'ladi ham yo'q, keyin jannatga kirasiz qiyomatgacha yashab turib. Yoki hozir ketasiz, Allohning huzuriga borasiz deganda payg'ambarimiz barrohil alaminal jannat dedi. Bizni yomon ko'rmasdi Rasululloh. Bizni yomon ko'rgandan tashlab ketgani yo'q ummatini. Yaxshi ko'rar edi, lekin u yoq yaxshiroq edi. Rasulullohning vafotidan ibrat olishimiz kerak. Agar dunyoda qolishlik to'g'ri yaxshi ish bo'lganda payg'ambarimiz o'zi ko'rsatgan bo'ladi. Chunki bizga nima yaxshi bo'lsa payg'ambarimiz hayotda ko'rsatgan. Nima yomon bo'lsa bundan qaytargan. Demak, oxirat val axiratu xoyrun va abqa. Oxirat ham yaxshiroq, ham boqiroq. Valal axiratu xoyrun laka minal ula. Oxirat sizga bu dunyodan ko'ra albatta yaxshi. Va ma ja'alna li basharin min qablika khuld afa in mitta afahumul khalidun. Ey Muhammad alayhisalom, sizdan burun hech kimga abadiy yashashlikni yozmaganmiz. Agar siz o'lsangiz, nima? Ular tirik qoladimi? Hamma o'ladi. Muhammad ibn Aslam al-Kindi aytadi, tabib bir bemor o'lim to'shagiga yotib qolib, bir kasalligi tufayli o'limga yaqin bo'lganda, shu o'limiga sabab bo'ladigan kasalni davolaydi. Bitta odamni, 5 ta odamni, 10 ta odamni. Endi o'ziga ajal o'qi yetib kelib qolgan paytda shu kasal tufayli o'lib ketaveradi. O'zini davololmaydi. Dorini yasagan, olib kelgan, tarqatgan, sotgan, yozib bergan, ichgan, hammasi o'laveradi. Chunki tabib o'zini o'zi davolashga qodir emas. Chunki o'lim degan kasalga dori yo'q.
Inson qabristonga borar ekan, odamlarning yelkasida 3 ta narsa bilan ichib boradi. Birinchisi. Tanaymiz. Amali, moli dunyosi, farzandlar. Qaysinisi qolib, qaysinisi kelishligini yaxshi bilamiz. Bola bilan chaqa qaytadi, amal qoladi. Nima deb yuribmiz? Aniq. Bola chaqa. Alloh taolo xuddi shu bola chaqada nima degan? Yawmala yanfa'u malun wala banun. Qiyomatchilikqa kunki, na bolalar, na chaqalar asqatadi. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ey iymon keltirganlar, bolalar bilan chaqalar Allohning zikridan to'sib qo'ymasin. Kim shuna qilsa, ziyon ko'rganlardan bo'lib qoladi. Qarang, bizni hayotda ishlatayotgan so'zlarimizni qaranglar. Bola chaqa. Shu bola chaqa bizni Allohning zikridan to'sib qo'yadi. Agar shu to'sib qo'yadigan bo'lsa, siz bilan biz ziyon ko'rganlardan bo'lib qolamiz. O'lamiz. Merosimizni bo'lib olishadi, bola chaqamiz protsentini to'shin qilib. Lekin qarzingiz qolgan bo'lsa, uzishga shoshiladimi tantasi? Bir yilda 2 marta hayitda chiqib, urf-odatimizga ko'ra qabristonga chiqib eslab qo'ymasa, boshqa mahal eslaydimi? Agar namozxon bo'lmasa boramiz. Namozxon Robbig'firli va livalidayya deb duo qiladi 5 mahal. Agar shu ibodatda bo'lmagan bolamiz, uyni soldingiz qoldi. Mashinangiz qoldi. San uzunlaringiz qoldi. Yevro remontlaringiz qoldi. Eslaydimi? Alam qilmaydimi odamga? Eshikda ishlab tashab ketamiz, gunohni yelkamizga ortib. Solih kishilardan bittasi ana shu o'lim soatlari yaqin bo'lgan paytda yonida otasi yig'lab o'tirar edi, yonida bolasi yig'lab o'tirar edi. Nima yig'layapsizlar dedi. Desa, otasi aytayapti, "Bolam ketib qolasan-da, sendan ayrilamizda, endi bolam ketib qoladi-da, yolg'iz qolaman" dedi, bu yig'layapti. "Bolam, siz nima yig'layapsiz? Ha, otam bo'lsangiz, ketib qolsangiz yetim qolaman, suyanchig'im, qiblagohim yo'q bo'ladi" deb yig'layapti. Shunda qarab turib, "Ha, sizlar ikkovlar ham o'zingizlar uchun yig'layapsizlar ekan-da. Men uchun kim yig'laydi? Men uchun. Qabrga qo'yganimda, ustimdan tuproq tortib qorong'i bo'lganda kim yig'laydi meni haqim ustimda? Yuzim turpoqarlashib ketganda kim yig'laydi? Mukarnakir kirganda kim yig'laydi? Savolni berib, gurzusul boshimga ko'targanda kim yig'laydi? O'zingizlarni dunyolarga yig'layapsizlar sizlar. Oxiratim uchun kim yig'laydi? Hali ikkinchi bekatdamiz, birodarlar. Yig'lab olaylik. Rasululloh oldida bir janozani ko'tarib o'tishdi. Mustarihim va mustarahim dedi. Rohatlandi, undan rohatlanindi dedi. Ya Rasululloh, nima deganingiz bu dedi? Mo'min kishi o'ladigan bo'lsa, dunyodan chiqadigan bo'lsa, dunyoda mashaqqatdan qutuldi. G'am tashvishidan chiqdi istirohatga. Hasad, torlik, faqr, sehr, shiddat, hojat, musibat, qarz, ishsizlik, istisoq qutuldi hammasidan. Qayerga bordi? Subhana robbiyal a'lo deyapti 5 marta har. O'sha Robbisining oldiga bordimi? Kunda gaplashib turdi, kunda uzatib turdi oxiratiga. O'shaga bordimi? Zarur. Hasan Basriyning oldidan bir mayitni ko'tarib o'tishdi. Bir odam, "Ha, bechora, o'lib qopti-da" dedi. Hasan Basriy bunday qarab turib, "Ha, sen o'zingga rahming kelsin" dedi. Jonni taslim qilib oldi, qutuldi. Azroilni ko'ra vahimasini totib oldi, qutuldi. Nomoy amoli qastamondan olishini bildi, qutuldi. Sen bilasanmi o'zingni nomoy amoling qani olishingni? O'lim sharbatini totdingmi? Azroilni ko'ra vahimasini totdingmi? Sen o'zingga rahming kelsin. U qutuldi dedi. Biz bir musulmon bo'ladigan bo'lsa, ibodatda, taqvoda yurgan bo'lsa, qutuldi dunyodan. Mazza qildi. Robbisining oldiga bordi. Ehtimol uni bizga rahmi kelayotgan. Ha, bechoralar, ha senlar hali jon topshirishasan. Hali senlar yurishsanda dunyoda fitna. Men u kalima bilan ketib oldim, alhamdulillah. Sen ketayotganda kalima tilingda bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ehtimol bizga rahmi kelayotgandir ularda. Biz qabrga kirish haqida gaplashyapmiz. Bu iloji yo'q. Ya'ni nimasi ajibki, yer yuzida 5 soti, 4 soti qilib talashib o'zimizga yer olamiz. Yo olmaymiz. Ha, 2 metr joy aniq. Yo, bir ko'rganmizmi, birorta bir musulmon o'lib, yer betida qabrsiz qolib ketganligini. Aniq. Ana shu joyda obod qilish bilan ovora bo'lsa yaxshi bo'ladi. Endi fosiq odam dunyoda o'ladigan bo'lsa dedi Rasululloh. Uni yomonligidan odamlar, hayvonlar, mahluqotlar, daraxtlar, maloikalar hammasi qutuladi. Demak, mo'min o'lganda rohatlandi, fosiq o'lganda undan rohatlanishdi. Qutuldida hamma. Xudoga shukr. O'ldimi?
Endi bemalol ko'chada yuramiz endi. Rasulullohning oldida bir mayit ko'tarishdi. Qanaqa odam edi deyshuvdi? Yaxshi odam edi, undoq edi, bundoq edi dedi. Payg'ambarimiz vojib bo'ldi dedi. Yana bitta mayit ko'tarib o'tishdi. Qanaqa odam edi deyshuvdi, yomonlab ketishdi. Vojib bo'ldi dedi. Ya Rasululloh nima deganingiz dedi? Sizlar bitta odam o'tuvdi, yaxshi odamligiga guvohlik beruvdilar, jannat vojib bo'ldi. Ikkinchi odamni yomonligiga guvohlik beruvdilar, unga do'zax vojib bo'ldi. Biz ketganda nima deyshar ekan? Qarangchi, nechta odam xursand bo'ladi ketganingizga va nechta odam yig'laydi. Oysha onamiz aytadi, men inson jon taslim qilayotganda mashaqqat, azob chekkanini ko'rib rahmim kelmaydi dedi. Sababi eng afzal inson Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam jon taslim qilayotganini ko'rganman. U zotga o'lim sakaroti yetgan paytdagi mashaqqatni ko'rdim. Endi boshqalarga achinmayman. Chunki shu zotga yetdimi, demak boshqalar ham bu narsani bemalol totadi. Chunki agar bu narsadan qutulish iloji bo'lganda payg'ambarimizga o'lim sharbati, o'lim sakarati yetmagan bo'lardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'lini suvga ichilib turib, albatta o'limni sakarati bo'ladi, o'limning mashaqqati bo'ladi deb qo'yardi. Abu Hozim aytadi, biz o'layotganda ashi dinsizlar yetgan katta moli dunyosini havas qilmay o'lamiz. Lekin ular o'layotganda bizdagi bo'lgan iymon, ibodatni, taqvoni ko'ra havas qiladi. Allohga hamd sano bo'lsa shunday qilgan edi. Dunyoda eng katta bo'lgan podshoh boy o'layotib, qaniydi g'assol bo'lib yashaganimda, qaniydi ko'cha shupurib kunligini donini kunlik topib yeganimda, hisob kitobim oson bo'lar deb orzu qiladi, faqir bo'lishni, miskin bo'lishni. Lekin miskin o'layotganda boy bo'lmaganiga pushaymon yemaydi. Chunki chiqib ketyapti-da. Ibn Asokir vafotidan oldin tildan qoldi. Shunda o'zingizni qanday his qilyapsiz? Nimani topyapsiz deganda qo'li bilan Rawhun va Rayhanun va Jannatun Naim degan oyat shunday havoga yozdi, jon taslim qildi. Inson jon taslim qilayotgandagi oxirgi holatiga qariladi. Biz nima bilan kechishligimiz bilan bizni hali noaniq bo'lgan narsa. Insonni xotimasi qanday bo'ladi? Amir Abdulloh ibn Zubayr Obid o'lim to'shagida yotarkan ozonda eshitib qoldi. Meni mashqqa olib boringlar dedi. Kasal zot dedi, Allohning muazzinini eshitib turib bormaymanmi dedi. Olib boringlar dedi. Olib borishdi. Shomga imomga fido qildi. Bir rakat namoz o'qidi, sajdada joni olindi. So'raylik, Parvardigor sajdada jonim olgin deb. Chunki Alloh taoloda ajali kelganda biz qaysi ko'chada turganligimizga qaraladi. Lekin olib ketiladi ikkala ko'chadan. Yer joyasida nimalar sodir bo'ladi? Yer oxiratga yetkazadigan bekat. Bu bekatga kirmasdan ilojimiz yo'q. Qay qarab ketyapmiz? Nimalar bilan ovora bo'lyapmiz? Habib abi Muhammad o'lim soatlari yetgan paytda hech qachon qilmagan safar oldida turibman. Hech qachon yurmagan yo'l oldida turibman. Hech qachon ko'rmaganim sayyidimga yetishlik oldida turibman. Yer ostiga kiraman. Qiyomatga tirilaman. Shunda Alloh taolo, Parvardigorim, ey Habib, hayotingda bir marta hech qanday ta'ma, riyo aralashmagan holda bir marta subhanalloh deganmisan desa nima deb javob beraman? Biz subhanalloh, astag'firulloh, alhamdulillah desak, biz Allohdan ajr kutamiz, mukofot olamiz. Shuni ta'masida gapiramiz. Sen biror marta mendan mukofot talab qilmasdan, o'zimni izzatimga, ulug'ligimga loyiq bir marta subhanalloh deganmisan desa nima deyman? Bizda bormi shu narsa? Bir marta subhanalloh deylikki, Allohning azamatiga qoyil qolganligimizdan, bir narsa kutmasdan. Ularda g'ami mana shu narsada bo'lgan. Biz hamma g'amimiz yer ustida. Ularda g'ami yer ostida bo'lgan. Hurmuzning xazinasi, Firavnning mulki qolmagandek, Sulaymonda podshohligi ham qolmadi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, shoh gado, kofir musulmon, katta kichik bari o'ladi hammasi. Odam alayhisalom 1000 yil yashasa ham o'ldi, Iso alayhisalom 33 yil yashasa ham o'ldi, Muhammad alayhisalom 63 yil yashasa ham o'ldi. Hamma o'ladi. Kullu man alayha fan. Sulaymon ibn Abdul Malik Abu Hozimdan nimaga biz oxiratdan qochamiz deb so'raganda, chunki sizlar dedi, dunyoda obod qilaman deb oxiratda vayron qilib qo'ydinglar. Kim obod xonadondan oxirat vayron xonadonga chiqishlikni xohlaydi? Alloh oldiga borishi qanday bo'ladi? Muhsin odam uzoq safardan uyiga qaytib kelganda qanday xursand bo'lib keladi? Shunday keladi. Fojir odamchi, xo'jayindan qochib ketgan qulni bo'yniga zanjir solib so'dirab kelganda Alloh oldiga so'dirab kelishadi. Allohning oldida biz uchun nimalar bor deb so'radi Sulaymon. Bu xalifa bu. Amalini Allohning kitobiga solib ko'r. Yaxshilikni ko'rsang, innal abrara fi naim va innal fujjara la fi jahim. Unda Allohning rahmat qadi qoladi.
Inna rahmatallohi qaribun minal muhsinin. Allohning rahmati muhsin bo'lgan bandalarga yaqin deb javob berdi. O'lim birodarlar, arra bilan aralashdan, tirnoq bilan tilishdan ko'ra og'irroq. Chunki insonni badaniga bir azob yetsa, badan ruhga bog'langanligi uchun azob chekadi. Shu ruh chiqib ketgandan keyin badan og'riq sezadimi? Ruhga aloqasi borligi uchun azob sezyapti. Ruh chiqib ketgandan keyin azob sezmaydi. Endi ruhni o'ziga azob berilsa qanaqa bo'lar ekan? Qabr bu ruhga taalluqli bo'lgan rohat yoki azob. Amr ibn Os roziyallohu anhu aytar edi. Mana daholardan bo'lgan deb aytdik, sahobalar qissasini gaplashganimizda. Men hayron qolaman deydi. Aql hushi joyida, tili joyida turib inson o'layotganda nimaga ta'riflab bera olmas ekan o'limda qana bo'lishini? deb qo'yar edi. O'ziga o'lim soati yetganda o'g'li Abdulloh, "Ey ota, siz falon gapni gapirardingiz. Mana siz o'lim to'shagida yotibsiz. Bir ta'riflab bermaysizmi? Aqlingiz, hushingiz, tilingiz joyida turganda" dedi. Shunda ta'riflab berdi Amr ibn Os. Go'yoki 7 qavat osmon yer ustiga tushdi. Men mana shu ikkitasining o'rtasida ezilib turibman va yinani ko'chidagi teshikdan nafas olib qiynalayotgan deyman dedi. Siz ezilmasdan turib nafas olib ko'ring-da. O'lim mana shundan ham og'irroq bo'lgan narsa. Saloflardan biri o'ziga o'zi o'lim soati aytadi. Kim endi sen nomingdan namoz o'qiydi? Kim endi sen nomingdan roza tutadi? Kim sening nomingdan sadaqa qiladi? Kim? Shu kungacha o'zingga qilgan bo'lsang qilding, qilmagan bo'lsang qolding. Abdurrahman Abani Umaviy qullarni sotib olar edi. Oila bo'lgan qullarni sotib olardi, yegizib ichirib kiydirib ozod qilardida, qiyomat kuni shularga qilgan yaxshiligimni umid qilaman derdi. Shu odam o'zini masjidida sajda qilib turgan holatda jon olindi. Ketar ekan. Oxiratga o'tkazib qoluvdi ham, pul chiqdi shu yerdan. Agar baxalik qilib turganda ham kasallikni beradi, barib chiqaradi. Siz yaxshilikka sarflashdan chiqadi, yaxshilikka sarflamasdan chiqadi. Chunki chiqishini Alloh taolo taqdir qilgan. Abu Hurayra roziyallohu anhu o'lim soatlari yetganda yig'ladi. Nima uchun yig'laysiz deb so'raganda, sizlarda dunyoylarda deb yig'layotganim yo'q. Safarim uzoqligini o'ylab yig'layman. Hisob-kitobda og'irligidan o'ylab yig'layman. Ertaga tushadigan yoki chiqadigan yo'lga ketyapman. Tushamanmi, chiqamanmi, bilmayman. Shuni o'ylab yig'layapman. Biz yig'laganmizmi bir marta oxiratimizning bo'lishini o'ylab turib. Ibn Qoyyum o'zini fatavo kitobida aytadi, ana shu musulmonlarning otlari agar siyomay qolgan bo'lsa, mushriklarni, nasroniylarni qabriston oldiga yetalab o'tar ekan va siyvarar ekan shu otlar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlardan birida otini minib, mushriklarni qabriston oldiga o'tayotganda otni hurkib payg'ambarimiz yiqitib yuborishga yaqin bo'ldi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, albatta qabrda azoblanayotganlarning ovozlarini inson va jindan boshqa jamiki mavjudot eshitadi dedi. Agar siz bilan biz qabrdagi bu azobni eshitsak, biz yasholmay qolamiz yer yuzida. Rohatimiz, aysh-farog'atimiz ketadi. Ishtahoyimiz ketadi. Yashashdan ko'nglimiz sovib ketadi. Alloh taolo eshittirmaydi. Mavzuimiz uzoq, lekin nihoyasiga yetkazamiz. Mana o'lim soati yetgan paytda har bir odamning holati qanaqa bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Yusabbitullohu allazina amanu fil hayatid dunya va fil oxirah. Alloh iymon keltirib yaxshi amal qilgan kimsalarni dunyoda ham oxiratda ham sobit so'z bilan mustahkam qiladi. Qabrga kelganda so'raydi. Robbing kim? Dining nima? Payg'ambaring kim? Ilming qancha? Hozir javob beraverasiz. Chunki xotirjam sizda. Endi inson million marta buni takrorlab tasvirdan o'tkazsin, lug'at qatori takrorlab. Lekin qabrga kelganda shu kalimani beradigan Alloh tortib qo'ysa ayta olmaydi. Oddiy misol. Mashinada o'tib ketasiz. Raza bir tez kelayotgan mashina tormozini tersa, balonda asfaltga ishqilayotgan ovozi chiqib, signalni chalib kelsa, bilasizmi? Atingizni aytishmas, oyog'ingiz yapishib qoladi yerga. Kuppa kunduzda jinday shovqinni ko'p bo'lishligi oyog'ingizni karaxt qilib qo'yadi, gurs olib kelaveradi. Ozgina qo'rquv sizni o'zingizni kontrol qilishga olib qo'ysa, qabrga kirganingizda, qorong'ida, o'zlari qora, ko'zlari ko'k bo'lgan, ovozi chaqmoqdaq bo'lgan farishta gurjisi bilan Robbing kim deb tursa, tilingiz kalima keladi deb o'ylaysizmi? Mashinaning signaliga chidolmayotgan odam. Agar Alloh sobit qilmasa, hech kim bu kalimani ayta olmaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zi oson qilsin.
Salaf solihinlar o'limga tayyorgarlik ko'rishgan. Bilol roziyallohu anhu mana yer yuzida birinchi bor ozon aytgan kishi Bilol edi. Qulchilikdan chiqqan Abu Bakr sotib olib ozod qilgan edi. Hayya ala sola, hayya ala sola deb payg'ambarimiz hujrasiga qarardi. Rasululloh eshigini ochib chiqqach, yugurib borib takbir aytardi. Saodatni qarang. Rasulullohni namozga chaqiradigan saodat sharafga yetishgan. Bir faraz qilib qo'yib ko'ring-da. Hayya ala sola, hayya ala fala deb turib qarodingiz, Rasululloh chiqib keldi. Rasulullohdan bir oy kelib takbir aytib turibsiz. Musulmonlarning namozga tikka qilib turibsiz. Bu qanaqa baxt? Bu qanaqa baxt? Rasululloh o'tdi. Kafanlanib yotibdi. Sahobalar aql hushlarini yo'qotib qo'yishdi. Oyoqlari ko'tarmay qo'ydi. Rasulullohning o'tganligini hazm qilisha olmayapti. Shunda Abu Bakr roziyallohu anhu Bilolga ozon ayting deb buyurdi. Aytmayman dedi. Ayting deb majbur qilganda qanaqa qilib aytaman? Axir men hayya ala sola, hayya ala fala deb Rasulullohning hujrasiga qarasam, eshik ochilib Rasululloh chiqmasa, men bunga qanaqa toqat qilaman? Aytmayman ozonni dedi. Bular ayrilganligini o'ylab turib yig'lagan birodarlar. Mana bu Bilol roziyallohu anhu hayotini yaxshi gaplashdik. Qul bo'lgan, qulchilikdan chiqqan, muazzin bo'ldi. Ayta olmayman dedi. Abu Bakr, agar meni siz Umayyadan o'zingizga qul qilish uchun sotib olgan bo'lsangiz, buyuring, men aytaman ozonni. Yo siz Alloh uchun meni ozod qilgan bo'lsangiz, holimga kun qo'ying dedi. Tek qo'ydi. Endi shu Bilolga o'lim soati yetgan paytda yonidagilar yig'lashdi, o'lib qolyapsan deb. Bilol xursand bo'ldi. Ertaga Habibim oldiga boraman, ertaga Rasululloh Muhammadning oldiga boraman. Xursandchilik bilan ketdi ular. Agar biz Rasulullohning o'tganligini ichiga mulohaza qiladigan bo'lsak, boshqa musibat hech narsa emas buni oldida. Chunki bizga otamizdan ham, onamizdan ham mehribon bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketdi. O'lsak ham boramiz. Parvardigorning oldiga boramiz. Agar tayyorgarligimiz bo'lsa, agar bir loyiq bo'lsa, bugun ketmaysizmi? Alloh subhanahu va taolo ketar soatimizni yaxshi qilsin. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mashhur hadisda innamal a'malu bil xawatim, amallar xotimasiga qarab o'lchanadi deydi. Har bittamiz yashar ekanmiz, biz ana shu 4 ta bekatda ikkinchisidagi esimizdan chiqmasin. Bu ikkinchi bekatdan keyingi 3-chi, 4-chi bekatda bizga amal qilishga izn berilmaydi. Bizda ixtiyor bo'lmaydi. Biz ikkinchi bekatda ekib qo'ygan hosilimizni o'rishdan boshqa narsaga yaramaymiz. Alloh subhanahu va taolo ibrat olishga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.